Assalomu alaykum va rahmatulloh. YouTube kanalimiz obunachilari, musofirdagi aka-ukalar, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Mana bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga darvozamizni olib kelib o'rnashtirdik. Xudo xolasa. Darvozamiz razmerlari eniga 330 bo'ldi, balandligiga 330 razmerda bo'ldi. Shu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1 million so'mdan qilib berilyapti. Lislari mana tagidagi lislar 2 listdan bo'ldi, bunlar 1 listdan bo'ldi. Zamohlar bir zamoh bo'ldi, mokinesi ham bo'ldi. Ko'rishlarga Sirabek shitda. Zuber zamohlarda kalita mana shunaqa ishlar qiladi. Sinopka rayoni shu tepasidan bo'ldi, o'rtasidan. Aslan shu joyda. Mana shunaqa holat. Kimga qanaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa.